Assalomu alaykum. Qo'llanma bo'yicha 7-darsga kelganmiz. Bunda Xitoy raqamlari kelgan. Ya'ni buni nomi Xitoy raqamlari xohlasa faqat koreys tili uchun ishlatiladi. Faqat koreys tili uchun ishlatiladi. Xitoy tilidagi raqamlar umuman boshqa. Xo'p, bu raqamlar, ya'ni Xitoy raqamlari sanani, pul miqdorini, telefon raqamini, minut milini aytishda va uzunlik, og'irlikni aytishda ishlatiladi. Ya'ni ko'lami keng, ishlatish doirasi kattaroq. Xo'p, bu 0 dan cheksizlikkacha bo'ladi, lekin biz asosan 8 xonaligacha o'rgansak yetadi. 8 xonaligacha. Bu yerda asosiy raqamlar berilgan. Siz 0 dan 10 gacha va 100, 1000, 10000 jami 14 ta raqamni yodlasangiz 8 xonaligacha bemalol sanay olasiz. Jami 14 ta raqamni bilsangiz. Demak, 0 degani kong. 1 degani il, 2 i, 3 sam, 4 sa, 5 o, 6 yuk, 7 chil, 8 pal, 9 ku, 10 degani ship. Sip emas, ship. Endi 10 gacha tushundik. Davomida qanday bo'ladi desa, xuddi boshqa tillar kabi, ya'ni ingliz tiliga kabi o'xshash keltirib chiqaramiz. Qarang mana. 20 degani bu 2 ta 10 degani. 2 ta 10. Ya'ni i ship mana. I degani 2, ship degani 10. Bu 20 bo'ladi. Sam ship 30, ya'ni 3 ta 10 degani. 3 ko'paytirilgan 10. Sa ship 40, o ship 50, yuk ship 60, chil ship 70, pal ship 80, ku ship 90. Ku ship 90. Hop, mana 90 gacha tushundik. Hozir 2 xonalikni yana mustahkamlash uchun o'rgataman. Va asosiy o'rganishimiz kerak bo'lgan mana 14 taning 3 tasi. Pek 100, che oni, chon 1000, man 10000. Man 10000. Tushundik, ya'ni o'qishni tushundik, qanday o'qilishini. Demak, siz yodlashingiz kerak 0 dan 10 gacha va 100, 1000, 10000, 14 ta raqam. Endi 2 xonali sonlarni mustahkamlaymiz. Qarang. Xo'p, 11 degani 10 plus 1 degani. To'g'rimi? Demak, sizda 10 degani ship, 1 degani il. Ship il. 12 ship i. 13 ship sam. 14 ship sa. 15 ship o. 16 ga kelamiz mana. 16 ship yuk. Lekin aynan mana shuni talaffuzi quyidagicha bo'ladi. Shimnyuk. Nimaga? Bo'g'in pastda p harfi bilan tugayapti mana, p harfi. Keyingi bo'g'in yuk bo'lyapti. Demak, bo'g'in pasti p, davomidagi bo'g'in yuk bo'lsa agar, bo'g'in pastidagi p ni me talaffuz qilamiz, keyingi bo'g'inni nyuk, ya'ni shimnyuk. Oxiri 6 bilan tugaydigan har qanday so'z, ya'ni raqam 2 xonali, 3 xonali bo'ladimi? Shunaqa bo'lib ketadi. Shimnyuk. Xo'p, 17 ga kelamiz. 17 bu 10 plus 7 degani. 10 degani ship, 7 degani chil. Ship chil. 17. 18 ship pal, 19 ship ku. Va 20 ni hali o'rgandik. 20 degani bu 2 kari 10 degani. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 10. Bu teng i ship. Yo'q ketadi. Sam ship, sa ship, o ship, yuk ship, chil ship, pal ship, ku ship. Endi boshqa raqamlar mana qarang. 29 bu 20 va 9 degani mana. I ship 20, ku degani 9. 29. 34 30 degani mana sam ship, 4 degani sa. Ya'ni 3 ta 10 plus 4. 47 40 sa ship, chil degani 7. 47. Davom etamiz. 51 mana. O ship degani 50, ya'ni 5 ta 10 degani. Il degani 1. 51. 68 yuk ship pal. Mana yuk ship 60, pal degani 8. 73 chil ship sam. Mana 73. 88 pal ship pal. 80 va 8. 94 ku ship 90, sa degani 4. 94. 99 ku ship ku bo'ladi.
Davom etamiz. Xo'p, 3 xonali sonlar biz 99 ni o'rgandik hozir mana. Keyingisi 100 bo'ladi. 100 degani mana P E K, pek. Bu 100 degani. 200 demoqchi bo'lsangiz, mana shunda pastda turibdi. 200 degani 2 ta 100 degani. Ipek. Mana 2 ko'paygan 100. 300 bo'lsa 3 sam pek. Sam pek. 900 bo'lsa ku pek bo'ladi. Ku pek 900. Shu holatda bo'ladi. Endi mustahkamlaydigan bo'lsak, mana 123. E'tibor qiling. 123. Pek degani 100, ishib 20, sam 3. 123. Xo'p, keyingisi 178. 100 degani pek, 70 chilishib, 8 degani pal. Endi bunisi mana 251. 200 degani ipek, o'shib 50, il 1. 738. Chil pek, ya'ni mana bu 700 degani, 7 ta 100. Samshib 30, mana 3 ta 10 va pal degani 8. Qarang, 738. 364. Sampek 360, yukshib, sa degani 4. 821. Palpek, ishib il. 821. Davom etamiz. 199. 100 degani pek, ilpek bo'lmaydi. Nimaga 100 ni o'zida biri bor? Ilpek degan narsa xato. Bu xato. Demak, pekni o'zi 100, kushib ku. 199. 200 ni ko'rdik, ipek. 492. 400 sa pek, 90 kushib i. 907. Kupek chil. 900 va 7. 675. Yukpek chilishib o. 999. Kupek kushib o. Uzr. Hop, kupek 900, kushib 90, ku degan 9. 999. Demak, 3 xonali sonlarni ham tushundik. Keyingisi 4 xonali sonlar. 4 xonali sonni boshi mana chon, ya'ni 1000. Shu narsa 5000 bo'ladigan bo'lsa, 5 ta 1000 bo'ladi. Ya'ni o 5 degani chon 1000, o chon. 4000 sa chon, 9000 ku chon bo'ladi. 9000 hop ku chon bo'ladi. Endi mustahkamlaymiz. Hop, mana 1134. 1000 chon, 100 pek, 34 samshib sa. Yana aytaman. 1134. 3521. 3000 mana samchon 3000. 500 opek, i ship 20, il degani 1. 8295. 8000 palchon, ipek 200, kushib 90 va ob degani 5. 4783. 4000 sachon, 4 ta 1000. Chilpek 700, palshib 80, sam degani 3. 9406. Kuchon, sapek yuk. Kuchon 9000, sapek 400, yuk 6. 2000 mana i chon. 2004 i chon sa. 6874. 6000 yuk chon, 800 palpek, 70 chilshib, 4 degani sa. 9999 mana. Kuchon 9000, kupek 900, kushib 90 va 9. 2025 demoqchi bo'lsak, 2000 i chon 20 ishib o degani 5. 2025. 2026 deydigan bo'lsak, i chon 2000, 26 ishib 20, ishimnyuk 26 bo'ladi. Demak, 4 xonalini ham tushundik. Endi 5 xonaliga o'tamiz. Hop, 5 xonali birinchisi bu 10000, ya'ni man. Bu alohida bitta raqam. Man 10000. Yo'q ketadi. Masalan, 11500 degani sizda eng katta raqam 10000, mana. Unga yana qancha qo'shsangiz 11500 bo'ladi desa, 1500 ni qo'shsangiz. Yana aytaman. Mana bu narsa 10000 plus 1500 degani. Tushundira oldimmi? Shunda man 10000, chon degani 1000, mana OPEC 500. Shu qolipda ketadi. Xo'p, mana 19000
740. 19 ming degani 10 ming va 9 ming degani. Man 10 ming, kuchon 9 ming. Mana shu narsa 19 ming degan. Chilpek, sashib 740. 41 ming 263. Saman 40 ming, chon degani 1 ming qo'shilsa 41 ming. İpek, yukshib sam 263. 87 ming 413. Palman 80 ming, 80 ming. Hop, chilchon bu 7 ming qo'shilsa 87 ming. Sapek shipsam 413. Davom etamiz. 20 ming demoqchi bo'lsangiz mana man. Ikkita 10 minglik. Bu 20 ming bo'ladi. Davom etamiz. Hop, 16 ming 320. Man 10 ming, yukchon 6 ming qo'shilsa 16 ming. Sampek ishib 320. 37 ming 925. Samman 30 ming, chilchon 7 ming qo'shilsa 37. Ko'pek ishib 925. Hop, 55 ming 378. Oman, ochon degani mana 50 plus 5 ming. 55 ming. Sampek, chilshib pal 378. 99 ming 999. Kuman, kuchon mana kuman 90 ming va 9 ming 999. Shu holatda bo'ladi. Va umumiy qolip Xitoy sonlarining aytishni umumiy qolipi. Qarang, mana bu 1 xonali, 2 xonali, 3 xonali, 4 xonali va man 5 xonali, 6 xonali, 7 xonali, 8 xonali, ok va 9 xonali son. Siz nech xonali aytmoqchi bo'lsangiz, mana deylik, mana shuni ajratdim tavakkaliga. Mana 6 5 4 3 2 1. Bu 6 xonali, to'g'rimi? 6 xonali. Ya'ni 654 ming 321. Bu qanaqa aytiladi desa, oxirdan 4 ta ajratasiz. Mana 1 2 3 4. Keyin man degan narsa bor. Bu miyada turadi. Qarang. 65 ni o'zini aytaman. Yuk, ship, o. Mana shu narsa 65 degani. Keyin man deysizda, hop, 4321 desangiz, o'sha biz aytayotgan raqamni aytgan bo'lasiz. Sa, chon, sampek, ishib, il desangiz, siz o'sha 654.321 degan bo'lasiz. Yana aytaman, oxirdan 4 ta ajratasiz, chap tarafda nechta raqam bo'lsa, o'zini aytib olib, o'zini, keyin man deb yana 4 xonali aytasiz. 8 xonalikni ham shunaqa mana. 8 xonalikni aytmoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz? Tavakkaliga mana 8 xonali. Xo'p, 2 3 5 6 8 1 4 2. Qarasangiz mana 1 2 3 4 1 2 3 4. 8 xonali raqam. Bu qanaqa talaffuz qilinadi desa, mana 3 23 million 568 ming 142, to'g'rimi? Bu o'zbek tilida, lekin koreys tilida qanaqa aytasiz desa, hop, oxirdan 4 ta ajratasiz mana. 1 2 3 4. Mana shu joyda man degan narsa bor, man. 2356 deysiz, mana ichon 2000, 300 sampek, 500 o sampek 5 2300 ha. Hop, 56 oshib, yuk, yuk, man. Endi 8142 palchon 100 pek, samchon pek, palchon pek. Hop, sashib i. Mana shu narsa 23.568.142. Xo'p, bundan katta raqam aytmoqchi bo'lsangiz, mana orasiga ok degan narsani qo'shasiz. Ya'ni 4 tadan keyin ok bor. Ok degani bu 100 million ma'nosida keladi. Ya'ni qarang mana. Man 10 ming, to'g'rimi? Man 10 ming. Hop, ship degani 10, to'g'rimi? Mana ship man yoziladi, lekin o'qilishi shimman. Shimman degani 100 ming, ya'ni 10 ta 10 minglik. 10 ta 10 minglik shimman. Bundan kattasi mana pekman yoziladi, o'qilishi pengman. Kattalashtiraman mana. Shimman 100 ming, pengman 1 million. Nimaga? Pek 100 ko'paygan 10 ming. 100 ta 10 minglik 1 million bo'ladi. Bundan kattasi 10 million, ya'ni xo'p, mana man 10 mingga 4 ta raqam bor, 4 noli bor. Chon deganda chonda 3 ta noli bor. Ya'ni ming degani
cho'n ko'paygan 10 ming degani man. Mana shu narsa nolini qo'shsangiz 7 ta nol paydo bo'ladi. Bundan kattasi man bo'lmaydi-da. Man 10 ming ku. 4 ta nol bo'lmaydi. Bu xato. Buni o'rniga alohida so'z bor, ok. Ok degani 100 million. 100 million. Oxirida sal yozuvlar bardak bo'lib ketdi, lekin to'g'ri tushunasiz. Buni yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Xitoy raqam shunday aytiladi. Asosiy bu darsni yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, bitta narsa nima qilasiz? 0 dan 10 gacha va 100, 1000, 10 ming shu 14 ta raqamni yodlaysiz va videoni takror ko'rasiz. Boshqa iloji yo'q. Shunday holatda o'rganasiz. Keyin 0 qachon kerak bo'ladi desa, asosan telefon raqami aytishda. Telefon raqamini donalab aytamiz. Bitta misol ko'rsataman. Deylik, telefon raqamini 90 lik 690 80 99. Deylik, kodi 90 dedim, 998 bo'ladi, to'g'rimi boshi? Donalab aytamiz. 9 Q pal Q kong, mana 0 shunday ishlatiladi. Q kong, yuk Q kong, pal kong, Q. Mana shu telefon raqam bo'ladi. Donalab aytamiz, ingliz tiliga o'xshash. Bu yoqda masalan pul miqdorini aytishda hozir masalan 7 xonali, 8 xonaligacha bilsangiz bo'ladi. Sana aytishda 4 xonaligacha yetadi. Sana aytishni keyingi video darslikda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, minut mili. Buni koreys raqamni ham o'tib bo'lsak, soat aytishni o'rgataman alohida video qilib, o'shanda yaxshiroq tushunasiz. Uzunlik bilan og'irlik endi masalan 5 metr, 10 metr, 1 kilometr. Og'irlik bir 10 kilogramm, 100 kilogramm. Shunday ishlatasiz. Demak, darsimiz shu joygacha. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.